18-minutdan kesaman. Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum. Demak, izohlarda ko'p berilgan savol: boshlang'ich ta'lim kirish ballari 2026-yil uchun qanday bo'linadi? Xo'p, aynan bu ma'lumotlarni rasmiy manbadan ko'radigan bo'lsak, bu ballar yangi o'quv yilida ham ko'tarilishi mumkin ekan, lekin shunday bo'lsa-da, eski ballarga tayangan holda ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Albatta, universitetlar kesimida, misol uchun O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti, ya'ni Nizomiy nomidagi universitetda grant uchun ballari 155 ball, 165 ball atrofida ekan. Kontrakt uchun esa 135 dan 140 ball atrofida bo'lgan ekan. Bu universitetda 2026-27 o'quv yili uchun, ya'ni yangi o'quv yili uchun kamida 165 ball grantga, kamida 140 ball kontraktga bo'lishi kutilyapti. Shuningdek, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida boshlang'ich ta'limning maxsus biologik yo'nalishlari ballari poytaxt doim yuqori bo'lib qolar ekan. Ya'ni o'tgan yilgi ballardan ham yuqori bo'lishi kutilayotgan ekan. Shuningdek, boshqa hududlarda bu ballar nisbatan pastroq bo'ladi. Misol uchun Farg'ona davlat universitetida grant 145-150 ball bo'lishi kutilyapti. Shuningdek, kontrakt 115 balldan 125 ball oralig'ida bo'lishi kutilyapti. Buxoro davlat pedagogika institutida esa grantga 140-145 ball, kontrakt 120-130 ball bo'lishi kutilyapti. Shuningdek, Andijon davlat pedagogika institutida grant 138-142 ball orasida, kontrakt 108 dan 115 ball orasida. Samarqand davlat universitetida Kattaqo'rg'on filialida grant 140 balldan yuqori bo'lishi kutilyapti, kontrakt esa 115 balldan yuqori. Navoiy davlat pedagogika institutida grant 139 balldan 143 ballgacha bo'lishi kutilyapti. Albatta, ballarga ta'sir etadigan bir qancha omillar bor. Bular nima? Sirtqi shaklning yo'qligi. Sirtqi bo'limga topshirmoqchi bo'lganlar bu yil albatta bu yo'nalish topolmagani uchun to'g'ridan-to'g'ri kunduzgi va kechki ta'lim shakliga topshiradi. Bu degani abituriyentlar soni oshishi ballarning ko'tarilishiga olib keladi. Shuningdek, imtihon faollari 2025-2026 o'quv yilidan boshlab fanlar majmuasiga o'zgarishlar va test sinovlarining murakkablik darajasi ballarga bevosita ta'sir qiladi. Kechki ta'lim sirtqi yopilganligi sababli kechki ta'lim ballari ham aytganimdek bekor qilinadi. Bekor qilmaydi, balki ballar ko'tariladi. Kontraktda 100-110 ball atrofida bo'ladi. Albatta, bu haqida batafsil va rasmiy ma'lumotlarni olish uchun info.edu.uz portalidan hamda abd.uz saytlaridan kirib olishingiz mumkin. Ular rasmiy manba va bu xabarlar ular tarqatyapti. Hozircha boshlang'ich ta'lim haqida shu. Qaniydir savollaringiz bo'lsa yoki qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, agar sizga